ikkita gunoh bor. Bu ikkala gunohni jazosi bu dunyoda ham beriladi, oxiratda ham beriladi. Qolgan gunohlar dunyoda berilishi ham mumkin, berilmasligi ham mumkin. Oxiratga olib qo'yilishi mumkin. Lekin ikkita gunoh bor, dunyoda ham totadi. Bu gunoh qilgan odam jazosini, oxiratda ham ikkalasida totadi. Qaysi edi u? Ota-onaga oq bo'lgan odam ikki dunyoda jazosini oladi va zulm qilgan odam. Mansabi bilan, quvvati bilan, xullas bir narsasi bilan odamlarga zulm qilib yashagan odamni zulm qilgan paytda ko'rasalarda, otda turgan paytida bir muddat o'tgandan keyin yo'q bo'lib ketdi. Surishtiringda, qanday zulm qilgan bo'lsa xaloyiqqa, shu zulm bilan o'zi ham ketgan bo'ladi. E'tibor beringlar-da. Faqat esimizdan chiqarib qo'yamizda biz. Shuning uchun zulmni ehtiyot bo'laylik, birodarlar.